Assalomu alaykum. Bugun mana Izmir matolariga keldik. Bu yerda ham juda arzon materiallarimiz bor, sifatli. Hozir birma-bir tanishtiraman. Xudo xolasa mana. Juda qimmat qilyapti. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Aka, sizlar? Charcham yaxshimisizlar aka? Sizlar? Assalomu alaykum. Aka, shu optik materiallar do'koni ekan Izmir. O'shanga bir narx-navolarni tanishib, gullarimni bir ko'rsatib, ommaga tanitmoqchi edik aka. Aha. Qoshlilarimiz hammasi 16 ming so'mdan. Aha. Xili rasvetkasi ko'p. Arab gullarimiz 11 ming so'm. Trend bo'lib turgan arabikalar aka bular. Endi bizda mayda gulli xilmatlar bor. Aha. 25 ming so'mdan har xil rasvetkalari bor. Aha. Xabarlar keldi bizda 22 ming, 21 ming so'mdan qilib beryapmiz. Optimga metr yo'q. Metr yo'q. Aha. Konditsionerlar bor mana 18 ming so'm. Aha. Xo'p, slinlarimiz bor mana patlinlar. Xudo xolasa bular narxi 11 ming, 12 ming, 13 mingdan ketaveradi. Aha. Do'yinlarimiz bor. Tepadagilar. Do'yinlarimiz 12 mingdan 15 minggacha. Ha. Rasvetkalari bor aka bularda. Eng bombasi mayada bo'lyapti mana. Bu yil hit bo'lib turgan materialimiz. 6 ming so'mdan rasprodaja. 6 ming so'm. 6 ming so'm. Bo'ldi aka. Kelinaveradi. Bulardan o'zi ozgina qoldi. Ha. Xo'p. Sling paplinlarimiz bor mana 8 ming so'mdan. 8 mingdan. Bular yangi kelgan novinkalar 2026lar, narxi 12 ming so'mdan. Munisa Rizayeva. Munisa Rizayeva. Bani ko'rsatib. Bular qanaqa material aka bular? Bular xabar sifatiga gap yo'q. Bo'pti. Hop,